Kilowatt gibrid stansiyamizni test qilgani keldim. Mana shu bulut havoda 4 kilowattdan oshiqroq beryapti. Akkumulyator ikkinchi to'ldirib qo'yibdi. Bulut bo'lsa ham yaxshi. Shitlarimiz ham joylashuvi akkuratni chiroyli bo'ldi. Bulut ko'payib kamayganga o'zgaryapti. 1.5 2. Bu yerda nima qildik? Invertorni qo'ydik, защитаlarni qo'ydik. Akkumulyator. Invertor nimaga bunaqa desanglar, invertordan ekonom qildik, zato 16 kilovatli akkumulyatordan ekonom qilmadik. Buni pulini bunga tiqqandek bo'ldik. Shunda normalniy summaga aylandi. Yana nimadan ekonom qildik? Nержавейкаga panelni qotirdik, lekin polishni nержавейкаdan yig'masdan bu yog'ini temir stoykalarni qora metalldan qilib, kraskalab chiroyli qilib qo'ydik. Qora metallimiz nержавейка bo'lmagani uchun u ham nisbatan arzonroq tushdi. Nержавейкani ham o'zini elektrodi bilan svarka qilganmiz. Yaxshi plotni ushlagan, hali beri. Endi svarshkalarimiz 50 yilga garantiya berdi, to'g'risini aytganda. Mana o'zlari ham turibdilar. Tak, bu yerda 16 ta Haymo X10dan bor ekan o'sha paytda shuni oldik. Orasida kichkina zazor qoldirib ketdik, hozir ko'rsataman. Tepasidagi panelni yuvganda o'sha suvi pastga tushib, bunisiga pastdagiga kir qilmasligiga, kir suvi pastdagiga yoqmasligi uchun ozgina joy qoldirib ketdik. Shamol ham ozgina aylanadi, qancha shamolga chidaydigan qilganmiz. Tepa qator 11 tasiga bunaqasiga joyladik. Kondalangiga 5 ta qo'ydik. Sababi naryo tarafga qo'yadigan bo'lsak, tomimizda soya berar ekan. Soyadan qochirdik. Panellarni ozgina qochirib, bunaqasiga 5 ta joylashdi shunda. Tepaga 11 ta bo'ldi. Bunaqasiga 8 ta panel keldi. 3 tadan yana bunaqasiga 5 ta qo'shib, 8 ta qilib 2 ta stringga qo'yib yubordik. Mana shu havoda ham hozirgi paytda 4 kilovat beryapti. Bu degani yaxshi. Havo bulut bo'lsa ham. Bu hammasini o'rab tashlaymiz. Pena blokdan xona qilinadi-da, gaz orqada qoladi faqat. Qolgan hammasi mana bu yoqdan tortib, o'rab, gazga yetmasdan o'rab qo'yiladi. Bu yoqqa patopini qo'yamiz. Uy egalari uyga kirib kelganda mana shu tomga joylab beringlar deydi. Biz yo'q dedik. Sababi uy egalari ishdan bo'shab kelib panelni yuvishga vaqtlari yo'q ekan. Keyin bu yoqqa naves qilib beringlar deb unga qo'ymasanglar, naves bu yoqda bo'lsin dedi. Unga ham yo'q dedik, chunki zilon zonamizda bo'lsa bu yoqda bu navesni soyasi mashgacha tushadi. Yarmigacha. Qolgan yarmi ham yashil bo'lib turadi. Bu yoq yarmi kal bo'lib turadi, hech qanaqa o't o'smaydi soya joyda. Shuni hisobiga u yoqqa ham yo'q dedik biz. Yaxshi variant deb bu yoqni